Assalomu alaykum Abduhalil. Avvalambor bizni kursimiz haqida emas, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Assalomu alaykum. Mani ismim Abduhalil. Men 22 yoshdaman. Tracking kursini olishimdan oldin men marketing bo'yicha ishlayotgandim, marketing sferasida. Ismim mutaxassis bo'lib ishlayotgandim. Tracking kursini olganimdan keyin hozircha уже updater bo'lib ishlayapman. Amerika, logistikada. Abduhalil, nimaga aynan logistikani tanladingiz va bizni kursimizni tanlashingizga nimalar sabab bo'ldi? Logistikani tanlaganim bu perspektivalari ko'p bo'lgani uchun, chunki pul yaxshi ishlasa bo'ladi. Men uchun grafika to'g'ri keladi, chunki nochnoy grafikligi uchun. Plus nima uchun именно sizlarni logistikalar? Chunki sizlarda amerikanskiy logistika, bu men uchun katta plus, chunki Amerikaga kelajakda uchib ketmoqchiman. Sizlarda o'tda уже ofisinglar bor. Abduhalil, siz bizni o'qishimizni tugatdingiz. Qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Men uchun eng qiyini bo'lgani bu ingliz tili, chunki kurslarni olganimda menda A2 darajada elementary. Hozir menda уже B1 dan o'tdi. Chunki o'qiyman ishlayman. Eng qiyini shu bo'lgan. Atak hozir уже нормально. Abduhalil, yangi ishingizda nima sizga eng ko'proq yoqadi? Hozirgi ishlayotgan joyimda eng menga ko'p yoqqani bu atmosfera. Chunki odamlar hammasi yosh va men ingliz tilini shu yerda yaxshigina rivojlantiryapman. Gapirishim ancha oson bo'ladi. Men Tracking kursini tavsiya qilaman, chunki bu kursda siz bitta emas, 5 ta Amerika logistikadagi kasbini o'rganasiz va bu sizga kelajakda kerak bo'ladi.